Bugun sizlar bilan parolni o'zgartirish bo'yicha ko'rib chiqamiz. Sizga direktor va menejerimiz tomonidan berilgan login parolni o'zgartiramiz. Xo'p, buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Akkaunt bo'limiga kirib olamiz va nastroykaga kiramiz. Nastroyka sozlamalar degan bo'limga kirib turib, bu yerda parol o'zgartirish degan joyi bor. Bosib, yangi parol va parolni qaytaring degan joyi bor. Bu yoqda 8 tadan kam bo'lmagan, bitta katta harf bo'lgan va raqam ham kiritish kerak, adashmasam. Qiyinroq qilishimiz kerak parolni, chunki ertaga siz akkauntingiz buzib kirmasligi uchun xavfsizlikni kuchaytirishimiz kerak. Misol uchun yangi parolim nima bo'lishi mumkin? Nimadir? 8 saqlash bitta bosamiz. Parol to'g'ri kiriting. Nimadir noto'g'ri yozib ketdi shu joyda. Nimadir boshlaymiz. Nimadir 4 2 3 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 saqlash tugmasini bosdim. Muvaffaqiyat. Parolingiz muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Parolni hech kimga bermang. Eslab qoling. Bu parolni eslab qolishingiz kerak, chunki ertaga kirganingizda shu parol orqali kirasiz endi. Bundan buyon kirgan bo'lsangiz, обязательно kirasiz.